Ey Sardor. Voy! Mana bu go'shtni 2 soatda suyagi bilan pishirib bersang bitta uy manna. Mana o'sha. Hayat bu komediya. Kim uchun? Be ovqat tayyor, oching. Qani. Bu tayinli olsun bize. Nima tayinli? Hayat bu komediya. Kim uchun tragediya? Hech narsa qilmaydiya. Gapiyo Sardor, yubordim. Qarasang. Voy, nima bu? Qani Komol Construction'dan uy? Komol Construction'dan uy olmoqchi bo'lsang, ofisga kelsang, qizlar chiroyli qilib tushuntirib qo'yishadi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz.